100 ta bedana bilan boshlaganmiz o'zimiz. Shunchaki qiziqishda boshlagandik. Qiziqish bilan Xudo xolasa shu holatga keldi. Bu orada biz 100 ta bedanani boqib magazinlarga berdik, boshqa berdik. Daromadini ko'rib, keyin inkubator oldik. Nodir aka bilan gaplashib, hokim yordamchisi Nodir aka bilan gaplashdik. O'rtadagi subsidiya qilib, bitta kichikroq inkubator oldik. O inkubatorda o'zimiz ochirib, 10 mingta qildik o'z bedanani. Tuxumni faqat shu bozorlarga beramiz, choyxonalarga beramiz. Ko'proq bizda choyxonalar oladi. Oshlar ertaga qo'ygandan keyin bozor oladi, bozorga beriladi. Buni o'zini ratsioni bor, yem nimasida ratsioni bor, o'sha ratsion orqali yem qilib beramiz bunga. 15 xil masalliq ketadi bunga. 15 xil narsasi bo'yicha yem qilib beriladi. Bunga alohida ishchimiz bor. Kelib o'zi yem qilib ketadi uyga har doim. Terimchilarimiz alohida. Harakat qilgan odam bitta ro'zg'orni bemalol eplaydi. Harakat qilsa bo'ladi bunga.